Bugun men sizlarga juda qiziq narsani o'rgataman. Ko'pchilik bo'yga nisbatan necha kilo vaznda yurish kerakligini bilmaydi. Bo'yimga nisbatan vaznim teng bo'lish kerak deb o'ylaydi. Bu xato bo'lishi ham mumkin. Inson tanasi 3 turga bo'linadi: katta, o'rtacha va kichik. Siz qaysi turga kirishingiz kerakligini o'z qo'llaringiz bilan aniqlab berasiz. Uni bilak aylanasi orqali bilsangiz bo'ladi. Qanday o'lchash kerakligini ko'rsataman. O'ng qo'l yoki chap qo'l farqi yo'q. Ikkinchi qo'l barmoqlarimiz orqali, o'rta barmoq va bosh barmoq orqali o'lchamni olamiz. Mana ko'ring. Agar bosh barmoq bilan o'rta barmoq bir-biriga yetib kelmasa, siz katta tana turiga kirasiz. Agar yetib kelsa, o'rtacha tana turiga kirasiz. Agar bir-biridan oshib ketsa, siz eng kichik tana turiga kirasiz. Shu orqali o'lchamni olsangiz bo'ladi. Undan oldin bo'y balandligimizni o'lchab olishimiz kerak. Mana bo'yim balandligi 1 m 65 cm. Endi bilak aylana o'lcham orqali necha kilogramm vaznda bo'lishim kerakligini bilib olaman. Mana o'lchamim. Kichkina tana turiga kirar ekanman. Endi necha kilogramm vaznda bo'lishim kerakligini raqamlarda ko'rsataman. Bu ayollar vazn jadvali. Bo'yingiz balandligini o'lchang. Mani bo'yim 1 m 65 cm. Men kichkina tana turiga kiraman. Men necha kilogramm bo'lishim kerak? 51 kilogramm vazndan 54 kilogramm vazngacha bo'lishim kerakligi raqamlarda ko'rsatilgan. Endi siz bo'yingiz balandligini o'lchangda necha kilogramm vaznda bo'lishingiz kerakligini shu raqamlar orqali bilib olsangiz bo'ladi. Endi erkaklarda ham xuddi shunaqa. Birinchi bo'y balandligini o'lchab oladi. Keyin bilak aylanasi orqali qaysi tana turiga kirish kerakligini bilib, qaysi vaznda bo'lish kerakligini mana raqamlar orqali bilib olsa bo'ladi. Bu juda ham oson.